Bugun sizlarga og'izda eriydigan, kayfiyatni ko'taradigan sirop tayyorlaymiz. 400 g tvorog, 2 osh qoshiq qaymoq, 150 g sayroq va 1 piyola sgushonkani blenderda ezib olamiz. Kremdek yumshoq massa hosil bo'ladi. Shunaqa mayin ko'rgan odam tatib ko'rgisi keladi. Maxsus qolipchalarga massamizni solib olamiz. Nachinkasiga qora sgushonniy molokoni solib va ustini yopamiz. Muzlatgichda 6-7 soat turishi kerak. Qolipdan siroplarni olib, 3 xil rangdagi shokoladlarga botirib olamiz. Bu jarayon eng zavqli qism. Rang-barang silliq og'izda eriydigan siroplarimiz tayyor. Bir tishlab ko'ring, yana bittasini olay deysiz. Hayotingiz shirinliklarga boy bo'lsin.